Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimga xush kelibsiz. Banan postini foydali xususiyatlari haqida bugun men sizlarga so'zlab beraman. Bananning foydali ekanligini juda ko'pchilik yaxshi biladi. Banan posti bilan ham bir nechta kasalliklarni yo'q qilish mumkin ekanligini bilasizmi? Hali ham banan postini tashlab yuboryapsizmi? Unda sog'lig'ingiz uchun eng muhim imkoniyatni boy berayotgan bo'lishingiz mumkin. Bugun men sizlarga banan postini ajoyib xususiyatlarini aytib o'taman. Banan postini suvda qaynatib ichishning ba'zi foydali xususiyatlari bor. Banan posti turli vitaminlar, minerallar va antioksidantlarga boy bo'lib, uni choy yoki damlama shaklda ichish organizmga quyidagi foydalari bilan yordam berishi mumkin. Uyquni yaxshilaydi. Banan posti tarkibida triptofan va magniy bor. Ular asab tizimini tinchlantirib, uyqu sifatini yaxshilashga yordam beradi. Qon bosimini me'yorga keltiradi. Tarkibidagi kaliy yurak qon tomiri tizimini faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Tinchlantiruvchi ta'sirga ega. Serotonin ishlab chiqarishga yordam beradi. Bu esa kayfiyatni ko'taradi va stressni kamaytiradi. Oshqozon ichak tizimini yaxshilaydi. Postidagi tolalar hazm jarayonini yaxshilaydi va qabziyatni oldini oladi. Antioksidantlarga boy. Organizmdagi erkin radikallarni zararsizlantirib, qarish jarayonini sekinlashtiradi. Qanday tayyorlanadi? Yaxshilab yuvaman. Yangi yoki quritilgan banan postini suvga solib, 10-15 daqiqa davomida qaynatish kerak bo'ladi. Tayyor bo'lgach, damlamani suzib olib, asal yoki limon qo'shib ichish mumkin. Banan postini to'g'ri ishlatishni boshlaganimdan so'ng, menda shunday o'zgarishlar bo'ldi. Tezroq uyquga ketishni boshladim. Ichki bezovtaligim yo'qoldi. Ochiq yuzli va energiyaga to'la bo'ldim. Diqqat! Foydalanishdan oldin banan postini ustida kimyoviy moddalar yo'qligiga ishonch hosil qiling. Ma'lumotlarim yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr!